Shok xabar. Butun dunyo hali ko'rmagan voqea sodir bo'lishi mumkin. Eron Isroilga butun dunyoni hayratda qoladigan darajada juda kuchli zarba berishga tayyorlanmoqda. Bu oddiy bayonot emas, bu global keskinlashuv va bosqichi. Harbiy kuchlar shay holatda, retorika keskinlashmoqda. Dunyo esa nafasi ichiga tushib yutib kuzatmoqda. Bugungi vaziyat Tehron va Tel-Aviv o'rtasida qarama-qarshilik yanada avj oldirishi mumkin. Agar voqealar shunday tarzda davom etsa, bu nafaqat mintaqada, balki butun jahonda katta o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Savol bitta: haqiqatdan ham tarixiy burilish nuqtasi bo'ladimi? Yangiliklar va tahlillarni ma'lumotlar uchun kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmachasini bosing. Rasman Eron Isroilga bugun tunda juda ham kuchli zarba berishga tayyorlanyapti. Isroilni butun sionistik rejimni yo'q qilmoqchi Eron va barcha Soedinyon Shtat Amerikaning barcha bazalariga, butun dunyodagi bazalariga hujum qilmoqda. Bu akalar nima, uchinchi jahon urushimi yoki boshqa narsami? Xavfli sahifalardan biri ochilishi mumkin. Eron shunday zarba beradiki, bundan kuchli dunyoda hali ko'rmagan. Bu oddiy tahdid emas, bu ogohlantirish, bu global to'qnashuv. Ha do'stlar, osmon sukutda, chegaralar tarang, qurollar shay holatga keltirilgan. Tehronda yangrayotgan bayonotlar keskin. Tel-Aviv esa bunga javob qaytarishga tayyorligini bildirmoqda. Agar birinchi zarba berilsa, bu faqat ikki davlat o'rtasidagi mojaro emas, butun dunyodagi aralashuvga dunyo miqyosida keskinlik avj olishi ehtimol.